Yahudi cho'ng qirg'inchiligi xotirlaridan paydo bo'lgan xiyollar. Avtori doktor Erkin Sidiq. 2026 yil 2 ayning 17 kuni. Yahudilar 1940 yillar yuz bergan cho'ng qirg'inchilik haqida nihoyat ko'p yozma xotirlarni qoldirgan bo'lib, ashunda xotirlarni barliq amallar bilan qo'g'dab qilib, Ikkinchi dunyo urushi oxirlashgandan keyin ularni dunyoga e'lon qildi. Shu orqali ulardan dunyoni o'z millatining beshiga kelgan fojia qirg'inchilikdan xabardor qilish hamda dunyoning hissdoshligi va yordamini qo'lga keltirish jihatda nihoyat ustalik bilan foydalandi. Yahudilarning cho'ng qirg'inchilik xotiralari haqida xeyli ko'p kitoblar nashr qilingan bo'lib, ularning ichidagi Annening xotirasi degan kitobni 2001-yili vatandagi tarjimon Yasin Seyit Uyg'urchaga tarjim qilib nashr qildirgan edi. Men u kitobning PDF nusxasini o'zimning ma'rifat.com tor betiga chiqarib qo'ydim. Cho'ng qirg'inchilik xotiralari haqidagi dangliq kitoblardan yana biri Aleksandra Zaproder xonim tarafidan tuzilgan qutqizib olingan batlar. Cho'ng qirg'inchilik mezgilidagi yosh yozuvchilarning kundalik xotiralaridir. Avtor bu kitobda yoshlarni kundalik xotira yozishga undagan sharoitlarni bayon qiladi. Shundaqla kundalik xotirlarning qandaq yoshirilganligi, masalan, ko'mish, tam ichiga yoshirish, yahudi bo'lmaganlarga omonat qo'yish degandek. Yeziqchilikqa chetishlik xatarlar, masalan, bayqab qilinsa darhol o'lim jazosiga uchrash va ba'zi xotirlarning qandaq saqlanib qolganligi, yana ba'zilarining qandaq yo'qolib ketganligi yoki urushdan keyin qandaq tepilganligi qatorliq amaliy masalalarni tasvirlaydi. Avtor bu kitobda yana ko'plagan qarashlarga nisbatan texmi keng doiradagi selishtirma ko'z qarashlarni o'ttirg'a qo'ydi. Uyg'urlar 2014-yildan boshlab Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga uchragan bo'lib, u irqiy qirg'inchilik hozirmi davomlashyotidi. Mushundaq ahvolda vatan ichi va sirtidagi Uyg'urlarmi hozir o'z beshiga kelgan fojialar va zulmlarni yozma shaklda xotirlab mengishi intayin muhim. Men mazkur maqolada Zaproderning kitobidagi muhim nuqtalarni qisqacha tasvirlab, biz Uyg'urlarning beshiga kelgan zulm va ziyolilar haqida xotir qoldirish jihatda vatan ichi va sirtidagi Uyg'urlar qandaq ishlarni qila oladiganligi haqidagi o'z ko'z qarashlarimni bayon qilaman. Birinchi yozma xotirlardan ko'p xil tildagi kitoblargacha. Cho'ng qirg'inchilik mezgilida yoshlarni o'z ichiga olgan ko'plagan yahudilar, getolar, ya'ni yahudilar mahallasi, yoshirnish joylari, lagerlar va ziyonkashlik uylaridagi turmush, qo'rqinchli hodislar, umid va qiynashlarni xotirlash uchun maxfiy holda kundalik xotirlarni yozgan. Bu shaxsiy xotirlar shu davrning qimmatli guvohligi bo'lib qolmay, balki ular uchun ro'yi zarbaga taqobil turishning bir xil usuli bo'lgan. Ikkinchi dunyo urushidan keyin hayot qolg'uchilar, oila a'zolari va qutqazuvchilar bu kundalik xotirlarning nurg'unlarini tepib chiqqan va e'lon qilgan. Ba'zi xotirlar saqlab qolish uchun yoshirib qo'yilgan bo'lib, ko'milgan joylardan yoki o'gizlardan qazib olingan. Yana ba'zilari necha 10 yildan keyin oshkorlangan. Bularning bir misoli sifatida Varshava getosida Immanuel Ringelblum tarafidan to'plangan xotirlarni tilga olish mumkin. Kishilar bu xotirlarning ko'pinchisini avtorlari vafot bo'lgandan keyin tarjim qilib nashr qildirgan bo'lib, ularning amgiki tarixiy bilimlarni beyitgan va qurbonlarning ovozining mangu saqlanib qolishiga kafolatlik qilgan. Yana nurg'un xotirlar texicha arxivlarda tarjim qilinmay saqlanayotidi. Ikkinchi Zaproderning kitobidagi muhim mazmunlar. Aleksandra Zaproder xonim tarafidan tuzilgan qutqizib olingan batlar. Cho'ng qirg'inchilik mezgilidagi yosh yozuvchilarning kundalik xotiralari nomli cho'ng asar qirg'inchilik yoki Holokost jarayonida 12 yoshdan 22 yoshgacha bo'lgan 15 yahudi yosh yozgan kundalik xotirlardagi o'zindilar to'plangan bir burilish xarakterlik to'plamdir. Bu kitob getolar, yoshirnish jarayonlari va musofirlik kechirmishlariga o'xshash ko'p xil sharoitlarda yozilgan.
ilgari e'lon qilinmagan yoki tarjima qilinmagan xotirlarni o'z ichiga oladi. Uningda avtor ilmiy tunishtirishlar orqali har bir kundalik xotir yozuvchining tarjimalini bayon qiladi. Tarixshunos Zaprodir xonim bu yozmalarni Anna Frankning mashhur kundalik xotirasidan eshib tushgan intayin mo'yim shaxsiy guvohlik so'zlar sifatida tasvirlaydi. Bu kitob o'zining ilmiy mukammalligi, hissiyotdagi cho'nqurligi va tarixiy ahamiyati bilan o'qirmanlarning keng ko'lamlik maqtishiga sazovor bo'lgan. U 2001-2002 yillik davlatlik Yahudi kitob mukofotiga erishgan. Baholg'uvchilar va bir qism dangliq arboblar bu kitobga yuqori baho berib, uning cho'ng qirg'inchilikni o'z beshidan o'tkazgan yoshlarning turmushida paydo bo'lgan tabiiy ta'sirotlar, hissiyotlar va guvohliklarni saqlab qolish jihatdagi muhim rolini muayyanlashtirgan. Nashriyatchilar haftalik jurnali Zaprodir xonimning tarixiy to'pisini jazmlashtirib, bu yozmalarning o'qirmanlarning aslimsida uzoqqacha ta'sir qoldirganligini o'ttirg'a qo'ygan. O'qirmanlar bo'lsa, bu kitobning keng doiralik mazmunini kishilar o'tirisidagi bog'lig'uvchilik roliga ega tunishtirishlarini va cho'ng qirg'inchilikni bir taraflama bayonlardan hal qilgan holda insoniy nuqtadan yo'rtib berganligini ta'kidlagan. Avtor mazkur asarda cho'ng qirg'inchilik jarayonida Yahudi yoshlarni kundalik xotir yozishga undagan halqiliq sabablarni tahlil qiladi. Ig'ir ziyonkashlik, yolg'iz qoldirilish, terrorlik va g'ayri insonga aylantirishga duch kelgan bu yoshlar atrofida yuz berayotgan rayimsiz reallikni xotirlash, o'zlarini yo'qotishga urinayotgan kuchlarga qarshi turib, o'zining kimligini va insoniy g'ururini saqlab qolish, kelgusi uchun mangu o'chmaydigan xotirlarni qoldirish hamda ig'ir darajadagi yolg'izlik, vahima va ruhiy azobga psixologiya jihatdan taqobil turish uchun xotir yozish yo'lini tanlaganligini bayon qiladi. Shuning bilan xotir yozish u yoshlar uchun bir xil qarshilik ko'rsatish va o'zining mavjudligini isbotlash harakatiga aylanganligini muayyanlashtirdi. Zaprodir xonim yana cho'ng qirg'inchilik mezgilida kundalik xotir saqlashning xatarga to'lgan amaliy realligini tafsiliy bayon qiladi. Uning deyishicha, yozuvchilar daftarlarni ko'mib qo'yish, tam ichiga möktirib qo'yish, yo'l yoki o'gizlarga yo'shirish yoki saqlab berish uchun Yahudi millatidan bo'lmagan ishonchli kishilarga topshirish orqali saqlanganligini sharhlaydi. U chaqda yozma xotirlar qarshilik ko'rsatishning yoki guvohlikning cheklangan dalili hisoblangan bo'lg'achqa natsistlar yoki ularning g'alchilar tarafidan bayqab qilinganlar darhol o'lim jazosiga uchirganligini tilga oladi. Zaprodir xonim ba'zi xotirlarning urushdan keyin qandaq tepilganligini, masalan, ko'milgan yerdan qezivilishi, yo'shirilgan joylardan tepilishi yoki qutqizuvchilar tarafidan qaytarib berilishi qatorliqlarni tasvirlaydi. Shuning bilan birga nurg'ilg'an xotirlarning avtorlari bilan billa mangulik yo'qolib ketganligini mo tilga oladi. Bu ahvollar ayni vaqtdagi isbotlarni saqlab qolish uchun qanchalik zo'r jur'at talab qilinganligini texmo gavdalantirib berdi. Mukammal tunishtirish va tahlillar orqali bu kitob kundalik xotir orqali saqlab qilingan guvohliklarning qanday qilib bir xil shohidlik va qarshilik ko'rsatish harakati sifatida o'ttirg'a chiqqanligini ko'rsatib berdi. Shundaqla attilashtirilgan bayonlarni texmi cho'nqurlashtirib, tarixiy tushunchani faqat birli simvollik hikoya bilan cheklamay, ko'p taraflimilik nuqtai nazarlar bilan beyitidi. 3. Mazkur kitobdan paydo bo'lgan xiyollar. Hozir Sharq Turkistondagi Xitoyning irqiy qirg'inchilik ichida yashayotgan Uyg'urlar zamonaviy nazorat qilish yoki kuzatish texnikalaridan o'zini daldiga olgan holda Yahudilarga o'xshash Xitoyning jinoyatlarini hujjatlashtirish va shu orqali zolim Xitoy hokimiyatiga qarshilik ko'rsatish usullarini qo'llansa bo'ladi. Meningcha bu jihatda vatandagilar tuvandagi ishlarni qila oladi. Maxfiy holda kundalik xotir yozish, kundalik reallik, xo'rliq, majburiy emgak, tutqun qilinish va madaniyat qirg'inchiligini xotirlash orqali
o'zining kimligi va ko'rgan anglaganlari haqida isbot saqlab qo'yish hamda shu orqali yolg'izlikqa taqobil turish. Bu ishda oddiy yoshirun daftarlarni va iz qo'g'ilg'ili bo'lmaydigan darajada maxfiyatlashtirilgan raqamli xotirlarni ishiltish. Xotirlarni ijodiy usulda yoshirish, yozmalarni bexatar o'rinlarga ko'mish, uy saymonlarining ichiga yoshirish yoki Uyg'ur va boshqa millatlardan bo'lgan ishonchli kishilarga berib qo'yish. Bu xuddi cho'ng qirg'inchilik mezgilidagi tam ichiga yoki ostiga ko'milgan arxivlarga o'xshash usullardir. Guvohliklarni chet elga chiqarib etish. Agar mumkin bo'lsa, chegirdan bexatar o'tkaziladigan yo'llar yoki raqamli yo'llar orqali xotirlarni davlat sirtiga chiqarib etish. Gerçi bu ig'ir jazoga uchrash xavfi bor ish bo'lsa-mu, u kelgusidagi adolat uchun dalil isbot manbasi bo'lib qoladi. O'rtaq aslama barpo qilish. Terrorlik ishida insoniylikni saqlab qolish uchun ishonchli chambaraklar ishida ig'izcha hikoyalarni so'zlash va keyinchi ularni xotir qilib yezib qoldirish. Bu harakatlar intayin zo'r xatarlik bo'lib, bayqab qilinsa, o'lim jazosi yoki lager turmalarga qamlashga ilib berilishi mumkin. Ammo ular bir xil maxfiy holda ilib berilgan qarshilik harakatlari sifatida kishiga kuch va umid berdi. Hamda ashu Yahudi cho'ng qirg'inchiligi davridagi yoshlarning ovoziga o'xshash bu ovozlarning mangu saqlanib qolishiga kapolatlik qiladi. Xalqarалық tashviqot aparatlari sirtqi chiqarilgan bu bayonlarning ta'sirini texmo zo'raytadi. Vatandagi ziyrak Uyg'urlar 2014-yildagi irqiy qirg'inchilik boshlanishidan burunla yuqorqi sohalarda ish boshlab bo'lgan. Ularning ko'pinchisi hozir lager turmalarda bo'lib, ularning bir qismi bu dunyodan allaqachon g'oyib bo'ldi. Ammo millatimiz ichidagi bir qism ziyrak va qahramon kishilarimizning yuqorqidek ishlarni qila oladiganligiga va hozirmi qilayotganligiga ishonaman. Vatan sirtidagi bexatar muhitda yashayotgan Uyg'urlar bo'lsa, Sharq Turkistondagi qirg'inchilikni hujjatlashtirish uchun amaliy paketlar, o'zlarining his tuyg'ulari va ruhiy azoblarini xotirlash ishlariga kuchli to'p qo'sha oladi. Shu orqali qutqizilingan batlardagi Holokost xotirasi egalarining qat'iy irodasini qaytadan namoyon qila oladi. Meningcha bu jihatda diasporadagi Uyg'urlar qila oladigan ishlardan tuvandikilar bor. O'zi haqida kundalik xotir qoldirish, kundalik his tuyg'ularni xotirlab menish. Bundaq his tuyg'ular ayrilib qolgan oila a'zolari uchun qilgan qayg'u hasrat, vatandagi yaqinlarining bexatarligi uchun yegan g'am andisha, o'zining omon qolganligidan kelgan xijillik, madaniyat jihatdagi yo'qotilish va ma'naviy dard alamlarni o'z ichiga oladi. Mushundaq shaxsiy xotirlar kishilar qalbidagi insonlikni saqlab qoladi hamda kelgusida aslamalar yoki arxivlarga qo'shgan cho'ng to'hfa bo'lib qoladi. Agar bular o'z vaqtida xotirlanmaydigan, asldagi sufati va qimmatini yo'qotadi. Shohidlar va oila a'zolarining guvohliklarini yezib qoldirish. Lagerdan qutulib chiqqanlar, tuqqanlar va jamoat a'zolari bilan qamilish ahvoli, qiyin qistoq qilinish ahvoli va hozirmi davolanayotgan ruhiy dard alamlar ustida suhbat ilib berish, ovozliq va silliq material yoki yozma xotirlar orqali ham jazmlashtirgili bo'ladigan amaliy paketlarni ham psixologiyalik his tuyg'ularni hujjatlashtirish. Mavjud turlarga to'p qo'shish. Uyg'ur inson haqlari qurilishi, Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Shohid biz projekti yoki shohidlarning hikoyalarini to'plash jihatida ish qilayotgan boshqa tashkilot va projektlarga to'p qo'shish. Gulbahor Xatovajining Xitoy lagerdan qanday omon qoldim va Tahir Hamid Ezgilning kechida tutqun qilinishni kutish qatorliq kitoblarga o'xshash hozirgacha e'lon qilingan aslamalarning ta'siri nihoyat zo'r bo'ldi. O'pcha e'lon qilish yoki saqlash, dunyo miqyosidagi tashviqot, adolatni ilgari surish projektlari va kelgusidagi sud ishlari uchun diasporadagi Uyg'urlarning yozmalarini asarlar to'plami qilib tuzish, ularni har xil tillarga tarjima qilish va sonliq ma'lumotlar shaklida yaxshi saqlab qo'yish.
Bu xil proyektlar Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining o'chirib tashlanishinin oldini oladi. Turma, lager qurbonlariga sharaf va g'urur ato qiladi. Kelgusida jinoyatchilarni javobgarlikka tortish uchun isbot yaratadi va azobni o'rtaq yengiltishga bir xil yo'l ochadi. Bu ishda bexatarlik, axloq va hamkorlikni birinchi o'ringa qo'yish talab qilinadi. Mən 2018 yıldan keyin chet eldagi qarindoshlarga tonish bo'lgan 10 ga yaqin lager shohidlarining hammasi bilan kam deganda bir qatim ko'rishdim. Ulardan boshqa vatanda turma yoki lagerda yetib chiqqan, hozir chet elda yashayotgan bir qism qarindoshlarni uchratdim. Ko'rishgan vaqtlarda muvofiq bo'lsalar, men ularga o'zi ko'rgan, anglagan va o'z beshidan o'tkazgan zulmlarni yezib chiqishini, yozmasi bitganda biz uni Uyg'ur Projekti fondi nomida kitob qilib nashr qildirib, tarqitib berdiganligimizni aytdim. Hozir shundoq ishni boshlagan qarindoshlarimiz bor. Ammo ko'pinchalarning vatanda ota-ona qarindosh va yaqin tuqqanlarning borligi, bildiganlarni hozirla oshkorilsa, vatandagi yaqinlari Xitoy hokimiyatining ziyonkashligiga uchraydiganligi sababidan ular hozircha muvofiq paytni kutib turibdi. Men Xitoy hokimiyatining tahdidi va xatar yo'qolganda ularning hammasining harakatga o'tadiganligiga ishonaman. Diasporadagi Uyg'urlarga nayta tonishliq bo'lgan lager shohidi Qalbinur Sidiq singlimiz chet elga qochib chiqib bir qancha oy o'tganda WhatsApp orqali men bilan aloqalashdi. Men uning tunji uchurini ko'rgandan keyinla darhol uningga telefon qildim. Qalbinur Sidiq singlimiz u chaqda vatandagi lagerlarda ko'rgan zulm ko'rinishlari o'zining butun vujudini qoplab olgan. Shu zulmlar uni har kuni ruhiy jihatdan qattiq qiynab, intayin qattiq azoblayotgan bir holatda ekan. U menga yig'lab turib, o'zining kontrol qila olmoqsiz darajada bir ro'yi azgalning girdoviga kelib qolganligini, hozir nima qilishini bilolmayotganligini aytdi. Men o singlimizga har kuni azoblanib, yig'lab kun o'tkazishning o'rniga o'zi biladigan hamma ishlarni yezib chiqishini, yozmiz bitganda uni Mash'al Uyg'ur guruhining yordam bilan Uyg'ur Projekti fondi nomida kitob qilib chiqarib bera oladiganligimizni, hatto inglizchaga tarjima qilib chiqarishga tirishadiganligimizni aytdim. Qalbinur singlimiz taklifimni qabul qilib, dastlabida o'zi sarguzashtlarini bir yanfonga yezishga boshladi. Shuning bilan asta-asta o'zini bog'lab turgan ro'yi azob iskanjisidan qutulishga qarab mangdi. Keyincha eng oldida harakatga o'tgan bir lager shohidi siyosiy faoliyatchiga aylandi. Uning qolgan hikoyalarini bu yerda yezib o'ltirishimning hojati yo'q. Qalbinur singlimiz Xitoy lagerlari haqidagi kitobini yezib bitirdi. Hozircha uning kitobi bu yil 5-oylarda o'qirmanlar bilan yuz ko'rishishi mo'ljallanayotdi. Qalbinur Sidiq singlimiz haqida ishlangan bir hujjatlik filmmi Gollandiya qatorliq bir qism Yevropa ellarida qo'yilib, kuchlik ta'sir qo'zg'adi. Vatanda salomat qochib chiqib olgan Qalbinur Sidiq singlimiz qatorliq 10 ga yaqin lager shohidlari hozircha zulmni ag'zaki va yozma shakllarda dunyoga anglitish jihatda qattiq tirishchanliklarni ko'rsatdi. Ularning va boshqa bir qancha Uyg'ur siyosiy faoliyatchilarining hikoyalari inglizcha kitob bo'lib nashr qilinib, dunyoga tarqatildi. Ba'zilari inglizchadan boshqa tillarga nashr qilinib bo'ldi. Men ulardan to'limi minnatdorman. Ulardan intayin faxrlanaman. Men buningdan keyin Uyg'urlardanmi Yahudilarga o'xshash zulm haqida xotir yozdiganlarning ko'plab chiqadiganligiga ishonaman hamda shuningga tilakdoshman.